Ekokalsiy plus preparatini biz qabul qilganimizda, uning parchalanishi natijasida suyaklarimizga kerakli bo'lgan barcha mahsulotlar, ya'ni kalsiy, fosfor, kollagen, mikroelementlar va yetarli vitaminlar bo'lib, organizmda parchalanishda undan qoldiq mahsulotlar, ya'ni keraksiz bo'lgan yoki zaharli bo'lgan mahsulotlar hosil bo'lmaydi. Ikkinchidan, bu ekokalsiy mahsulotini biz och qoringa ichishimiz mumkin. Ya'ni kalsiyni organizmga so'rilishi uchun biz aynan och qoringa ichishimiz kerak. Mana bu bilan boshqa mahsulotlardan ustunlikka ega. Ekokalsiy preparati oshqozon va ichak kasalliklarida, ya'ni surunkali kasalliklarida ularni qo'zg'ash xususiyatiga ega emas yoki boshqa nojo'ya ta'sirlantiruvchi xususiyatga ega emas. Aksincha, oshqozon ichak yara kasalliklarida, surunkali ichak kasalliklarida davolovchi ta'sirga ega. Bundan tashqari, ichak mikroflorasini rag'batlantiradi va ich yurishini yaxshilaydi. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Aynan ekokalsiy preparatida boshqa preparatlardan farqi, davolovchi doza kengligi juda katta. Ya'ni biz uni keragidan ko'p miqdorda ichib qo'ygan vaqtimizda ham uni organizm siydik orqali tezda chiqaradi va bartaraf qiladi. Hech qanaqangi asoratlarga yo'l qo'yilmaydi.